Agar siz quyoshga suv solsangiz quyosh ochib qolib yer muzlab qoladi deb o'ylasangiz boqni yebsiz. Kotlar quyoshni kislorod bilan emas, vodorod bilan yonadi. Shuning uchun quyoshga suv quysangiz vodorod itdek yonib quyoshga yoqilgi solgan bo'lasiz. Quyosh battar yonib ketib 10 baravar kattalashib quyosh yerni yeb qo'yadi. Shuning uchun kotlar quyoshga suv quymang. Oh my god. Oh my god. Did you